Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar Axborot kutubxona markazi sizlarga Muso Toshmuhammad o'g'li Oybekning Alisherning yoshligi nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Oybek asarlarini o'qir ekanmiz, xoh qissa bo'lsin, xoh roman, she'r yoki doston, ularda ijodkorning tan olinmaydigan biror jumlasini uchratmaymiz. O'z ijodi davomida har qanday mavzuga murojaat etishda hayotiy haqiqatlar yo'lida boradi. Alisherning bolaligi qissasi buyuk mutafakkirning bolalik va o'smirlik yillaridan hikoya qilinsa, Gulnor opa, Fanarchi ota, Muscha, Singan umid, Tilla topar kabi hikoyalari aynan yozuvchining bolalik xotiralari asosida yaratilgan. Mutolaa jarayonida o'quvchi beixtiyor beg'ubor davriga qaytadi. Asar qahramonlarini o'z do'stlari orasida uchratadi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar Axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.